Assalomu alaykum azizlar. Hozir men sizlarga bir ibratomuz bir she'rni o'qib bermoqchiman. O'lim kelib to'satdan bir yigit barvaqt o'ldi. Gunohlari ko'p ekan, qabri otashga to'ldi. Yillar o'tdi oradan, yigit qiynoqda yotar. Ko'tarilmas azoblar kundan kun bo'lar battar. Ammo bir kun qabrga keldi ikki farishta. Zulmat bosgan bu qabr birdaniga yorishdi. Farishtalar dedilar: bitta qabr azobi. Endi sizga bo'lmagay Allohning hech g'azabi. Bu sovg'alar siz uchun bo'lsin sizga muborak. Bizlarning kelishimiz sizga jannatdan darak. Yigit dedi: malaklar, sizlar shoshib qolibsiz. Loyiqmasman sovg'aga, siz adashib kelibsiz. Orzularim ko'p edi, o'lib ketdim armonda. Loyiqmasman sovg'aga, qilmang meni sharmanda. Yotaverib bir joyda ko'nikdim-ku sabrga. Olib borib beringlar uni boshqa birovga. Farishtalar dedilar: biz qilmaymiz hech xato. Bu sovg'alar siz uchun sizga qilingan ato. Jon oluvchi farishta joningizni olgandi. O'sha payt beshikda farzandingiz qolgandi. Insonlarga farzandlar beriladi omonat. Omonatga xiyonat o'rtamasa diyonat. Ayolingiz tarbiya qildi yolg'iz bolani. Farzandingiz o'rgandi shu bugun bismillohni. Qabringizni tark etar endi azob g'ovg'alar. Diyonatli farzanddan kelaverar sovg'alar. Yaxshi qolgin ey yigit, so'zimiz rostdir ishon. Farishtalar ketdilar, qabr bo'ldi nurafshon. Oxiratni unutdik, dunyolarga berilib, savob ishni or bilib, gunoh qildik kerilib. Bismillohni o'rganib, shuncha savob bo'lsa gar, qancha savob bo'larkan Qur'on o'qisak agar. Duo qiling azizlar, farzandlar olim bo'lsin. Azizlar, mana yurtimizda qanchadan qancha olim va fuzalolar, hofiz Qur'onlar mana yetishib chiqishdi. Bularning hammasi mustaqilligimiz sharofati tufayli emasmi? Men hozir sizlarga bir voqeani aytib bermoqchiman. O'sha sobiq Sovet tuzumi davrida Oltiarada bir noma'lum soldat maqbarasi o'rnatilgan edi. Ana shu mitingda bir ayol ham qatnashgan edi. Uni eri yoki o'g'li o'lganmi shu urushda? Alloh o'zingga shukr. Mana shu yodgorlik orqali men farzandimni ko'ryapman yoki turmush o'rtog'imni ko'ryapman deganda, ana shu Allohga shukr degan so'zni eshitib qolib, o'sha muharrirlar meni oldimga chiqishgan. O'shanda men teleradio kompaniyada ishlardim. Olib tasha, lentani qirqib tasha. Haligi Allohga shukr degan so'zni men olib tashab bo'lgandan so'ng ular ertaga obkom esa nima bo'lardi? Hammamiz ishdan ketar edik, xursand holda pastga tushib ketishgan. Birinchi qavatga. Endi hozir azizlar, mana ko'ringlar. Hattoki mana prezidentimiz chiqib Alloh deyaptilar, duo qilyaptilar. Yana biz nimaga noliymiz? Mana shunday zamonlarni ota-bobolarimiz hammalari orzu qilib o'tib ketishdi. Mana biz mana shu ularning orzularini mana biz ko'rib turibmiz. Mana xolasalaring mana farzandlaringni mana arab kurslari bor, yapon tili kurslari, rus tili, koreys tili,
istagan tilga mana berishlari mumkin. Shuning uchun azizlar, aslo nolmaylik. Mana shunday dorilamon zamonda yashayotganimizga shukr qilib yashaylik azizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.